sertifikat darajadagi ATF masalasining tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, dissimilyatsiya jarayonida 2160 gram glyukoza parchalanganda mitoxondriyada 270 ta ATF hosil bo'lgan. Shu jarayon natijasida hujayradagi ATFlar 3 marta kamaydi, ATFlar esa 2 marta ortgan bo'lsa, quyidagilarni aniqlang deb berilibdi. Jarayon so'ngidagi hujayradagi ATFlar nechtasi ortib qolgan? Jarayon so'ngida hujayrada jami ATFlar nechtaga yetgan? Xo'p. Demak, ikkita punkt so'ralyapti bizda va bizda masalada aytilyaptiki 2160 gram, ya'ni glyukoza parchalanganda deyapti. Xo'p, o'quvchilar bu yerda bitta narsani bilib olishimiz kerak. 260 gram degani umumiy glyukozani nazarda tutyapti. 2160 gram umumiy glyukoza. Demak, 180 gram glyukoza bu 1 molga to'g'ri keladi. 1 mol. Chunki 1 mol glyukoza massasi 180 gram bo'ladi. Menda 2160 gram bor. Bu qancha molga to'g'ri keladi? Har doim glyukozani molda ishlasangiz osonroq bo'ladi, endi gramga nisbatan. Demak, 2160 ni o'quvchilar bo'lishimiz kerak 180 ga. Shunda bizda 12 mol kelib chiqadi. 12 mol glyukoza bu jami. Buni ichida o'quvchilar, ya'ni 2-chi va 3-chi bosqichda barchaga o'sha glyukozalar bor deymiz. Ya'ni umumiy, to'liq va chala parchalangan glyukoza bor, boshqacha aytganimizda. To'liq va chala parchalangan glyukoza. Shu 12 dan qanchasidir to'liq, qanchasidir chala parchalangan. Va bizda e'tibor bering mana. Mitoxondriyada 270 ta ATF hosil bo'lgan deyilyapti. Bu nima degani? Mitoxondriya 3-bosqich bilamizki, 3-bosqichda o'zi asosan sut kislida parchalanadi, lekin ba'zi holatda biz glyukozaga olib ketamiz. Ya'ni ikkita sut kislida 1 mol glyukozaga to'g'ri kelgani uchun. Xo'p. 3-bosqichda e'tibor beramiz. Xo'p, glyukozaga nisbatan ketaveramiz. Demak, 1 mol glyukozamiz parchalansa deymizda 36 ta ATF hosil bo'ladi. Menda esa 270 ta ATF bor mitoxondriyada. Bu qancha mol glyukozaga to'g'ri keladi o'quvchilar? 270 ta 36 ga bo'lsak 7,5 chiqadi. 7,5 mol nima bor? Glyukoza. Va bu qanday parchalangan deyish mumkin? Bu albatta to'la parchalangan. To'la parchalanish. To'la parchalanish hisoblanadi, ya'ni to'liq parchalangan. Menda boshida o'zi bilaman. Jami glyukoza miqdori bor edi, to'g'rimi? 12 mol. 12 mol edi. Menda esa to'la parchalangani 7,5. Demak, 12 dan 7,5 ni ayirib tashlasam, qolgani 2-bosqich, ya'ni chalaga qoladi o'quvchilar. 4,5. Demak, 4,5 mol glyukoza bu chala parchalangan deymiz. Ya'ni bu 2-bosqich uchun deb qo'yamiz. Mana. Xo'p, yozib qo'yamiz buni ham. Chala deb qo'yaylik. Xo'p, bizda aytayapti o'quvchilar, shu jarayon natijasida hujayradagi ATFlar 3 marta kamaydi. ATFlar 2 marta ortgan. Kelinglar bundan ATF sonini chiqarib olamiz. Qanday chiqarib olamiz? 1 mol glyukoza chala parchalansa nechta ATF hosil bo'ladi? 2 ta ATF. ATF soni har doim ATF soniga teng yoki teskarisi ATF ATFga teng bo'ladi. ATF deymiz, bo'ldi. Bizda 4,5 mol bor. Bu qancha? 4,5 mi? Demak, o'quvchilar ko'paytirishimiz kerak 2 ga 9. 9 ta nima bor? ATF bor deb qo'yamiz. Va shuncha tabiiyki ATF ham bo'ladi. Chunki teng yuradi son ikkalasiniki. Xo'p, endi keyingisi 1 mol glyukozamiz to'liq parchalansa o'quvchilar 38 ta ATF hosil bo'lgan. Glyukoza umumiy to'liq parchalanishda va 2 bilan 3-bosqichda yig'indisi. Yana bitta narsani esdan chiqarmaylar. Bu yerda aytishingiz mumkin, 7,5 mol ko'p, 3-bosqichga olmayapmiz. Yo'q, 3-bosqich emas. Chunki to'liq parchalangan glyukoza chaladan o'tadi dastlab. Har qanday to'liq parchalangan glyukoza o'quvchilar dastlab chala bosqichdan o'tib kelgan bo'ladi. Shuni eslab qolinglar. 38 ta ATF deymiz. Endi menda 7,5 mol bor. Bu qanchaga to'g'ri keladi? Demak, 7,5 ni ko'paytiramiz 38 ga. 285 bo'ladi. 285 ta ATF. Endi ikkalasini qo'shib yuboramiz. 285 ga 9 ni. Yig'inda qancha bo'ladi umumiy? 294. 294 ta ATF bor o'quvchilar. Va shuncha ATF ham bor deb olinadi. Mana. Soni teng bo'ladi ikkalasining.
Endi bizda e'tibor bering. Adeflar 3 marta kamaydi, adeflar 2 marta ortdi deyapti, to'g'rimi? Demak, dastlab hujayra deymiz. Dastlab adef deymiz va adef deb qo'yamiz. Dastlab adeflar qancha deyapti bizda? 3x. Adefchi x. Bilmaymiz, noma'lum adef hali. Lekin menda adef bor mana 3 marta kamaygan degan. To'g'rimi? Endi adef 3 marta bo'lsa, demak adef sarflanadi o'quvchilar. Sarflangani uchun bizda hozir 294 ta adef sarflanib, mana 294 ta adef sarflanib, 294 ta nima bo'lgan? Adef hosil bo'lgan. 294 ta adef sarflanib, 294 ta adef hosil bo'lyapti. Ya'ni adef sarflansa adef hosil bo'ladida. Ya'ni adefdan adef hosil bo'ladi demayapmiz. Ya'ni adef sarflansa adef hosil bo'ladi. O'shaning uchun adeflar minusda, adeflar plyusda yuradi. Sababi sarflanayotgan modda minus bo'ladi. Hosil bo'ladigan modda plyus bo'ladi. Shuning uchun bu yerda adef sarflanyapti. Ya'ni 294 ta adef chiqishi uchun 294 ta adef ketish kerak, sarflanishi kerak. Endi bizda aytayapti o'quvchilar, adeflar esa 2 marta ortgan bo'lsa deyapti. Demak, jarayon oxirida, ya'ni qolgani qancha? Xo'p, sarflangan, hosil bo'lgani shu ekan. Sarf deymiz va hosil bo'lgan deb qo'yamiz ikkalasini. Endi qoldi, qancha qoldi? Oxirida qolgani. Demak, adefni oxirida bilmaymiz qancha qolgan. Lekin adef bizda aytayapti 2 marta, mana e'tibor bering. 2 marta ortgan deb, adeflar 2 marta ortgan bo'lsa deyapti. Jarayon natijasida hujayrada adeflar 3 marta kamaygan, boshida adeflar esa 2 marta ortgan bo'lsa. Xo'p, adeflar 2 marta ortdi. Bu 2x deb olamiz buni. Mana. Endi o'quvchilar shuna asosida tenglama bo'ladi. Xo'p, qanday tenglama bo'ladi? Dastlab mana bu adeflarni alohida tenglama qilib olamiz o'quvchilar. Adeflarni alohida tenglama. Tenglamasi yozaman. 3x plus 294 teng x. Bo'ldi. Mana shu tenglamani ishlaysiz. 3x dan x ni ayirib tashlasangiz 2x qoladi teng 294 ga. X teng 294 degani o'quvchilar nima qiladigan? 2 ga bo'ldigan. 147. 147 ta adef nima qilgan? Qolgan. Qoldi. Qolgan adef bu. Bizdan nima so'ragan? Jarayon so'ngida hujayra adeflarning nechtasi ortib qolgan? Ortib qolgan mana shu. 147 bo'ladi o'quvchilar. Mana javob. 147 bo'ladi. Va jarayon so'ngida hujayrada jami adef nechtaga yetgan? Jarayon so'ngida hamma adefni so'rayapti. Nechtaga yetgan deyapti. Endi adeflar uchun alohida tenglama o'quvchilar. Bu adeflar uchun qilgandik tenglamani. Endi adef uchun qanday tenglama bo'ladi? Qarang. X hop plus 294. Uzr o'quvchilar, men bu yerda adashib ketib qoldim men. Tak. Minusda bo'lishi kerak. Sababi nima uchun? Adeflar sarflanadi-ku, shuni hisobiga minus bo'ladi, plus bo'lmaydi, minus bo'ladi. Adeflar sarflanadi-da, shuni hisobiga. X plus 294 hop teng deymiz 2x ga. Adef hosil bo'ladi, o'shaning uchun plusda yuradi ular. Shu hisobidan. Hop, endi bu yerda 2x dan x kelsa x ni o'zi qoladi, teng 294 qolaveradi o'quvchilar, mana. 294 o'zi bo'lib qoladi. Hop, 294 bo'lgandan keyin x endi jami hujayrada e'tibor bering, mana oxirida aytibdi. Jarayon so'ngida hujayra jami adeflar nechtaga yetgan deyapti. Boshida qancha edi bizda? Ya'ni hosil bo'lgani mana. Hosil bo'lgan 294 ta edi o'zi. Boshida qancha bo'ldi? 294. Endi jarayon so'ngida qancha bo'ldi? X mana bu x 294 chiqsa mana 294 boshida 294 ni endi 2x ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 2 marta ortgan degan-ku bular adeflarni. 588 bo'ladi mana. Demak, jarayon so'ngidagi qolgan adeflarimiz mana shu 588 ga borgan ekan deymiz. Ya'ni jarayon so'ngida hujayra jami adeflar shu 588 taga yetgan mana. Demak, javob o'quvchilar 588 bo'ladi keyingi javobga mana. 588. Endi tenglama qilmasangiz ham bo'lardi. Masalan,
o'zi sarf hosil bo'lgan ATF 290 tur bo'lgandan keyin tabiiyki mana bu yerda 2 marta ortgan degandi. 290 turda 2 ga ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'lardi, 588 bo'lardi o'zi. Jarayon so'ngida hamma ATF shunga to'liq bo'lar edi. Endi biz qo'shdik. Tinglama mana shu usulda ishlanadi o'quvchilar. Bu o'sha sertifikat savollariga tushish ehtimoli bor. Bunaqa savollarni ham masalan qisqa javob talab qilinayotgan masala sifatida tashlanishi mumkin. Endi yozmaga qo'ymasa ham balkim yozmani ga ham qo'yishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Demak, masalamiz ishlanishi shu tartibda bo'ladi. Agar qaysidir joyiga tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz javob berishga harakat qilamiz.